Kudu bo'lgan isqit. Pashsholi plos. Insoniyatning hayoti va salomatligi bevosita tibbiyot bilan bog'liq. O'zbekiston fuqarosi borki, bepul tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega. Bu haqda bejizga gap boshlamadik. Tahririyatımizga Andijon viloyatidan murojaat kelib tushdi. Murojaatda aytilishicha, Andijon viloyati Shahrixon tuman tibbiyot birlashmasining 2-ichki kasalliklar bo'limida katta tibbiy hamshira lavozimida ishlovchi ayol misolida buni ochiq ko'rishimiz mumkin. U bir necha yildan beri o'zini bo'limning so'zsiz xo'jayinidek tutib kelayotgani, bemorlarga hamda xodimlarga xohlagancha haqoratli so'zlar ishlatishi, hatto ayrim hollarda asossiz pul talab qilishi haqida xabar qilindi. Eng ajablanarlisi, bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, bitta shtatda ishlasa-da, navbatchilik jadvaliga o'zini kiritib, o'rniga boshqa hamshiralarni qo'yib, ular ishlagan kun uchun naqd pulni o'zi olib qo'yishi aytilmoqda. Bu esa nafaqat xizmat intizomiga, balki mehnat qonunchiligiga ham zid holatdir. Ayol kishi bo'la turib og'zidan chiqayotgan uyatli so'zlarni eshitsangiz, siz ham lol qolasiz. Kudu bo'lgan isqit. Pashsholi plos. Va qaysi yo'llar bilan telefonda olgan, telefoni bor, bitta biror telefon yo'q. Yozilgan birovning. Bu yerga kirib to'polon qilish mumkin emas, sterilizatsiyaga kirib olib. Voy, ifatli bo'lmaydi, o'ling, iloyim. Chiqarib oling, buni nima qiladi bu yerda turib? Bu meni xonammi? Nimaga har xil odam kiradi? Sterilizatsiyaga mumkin emas-ku? Otasidan olib qo'ygan xona. Bemorlarga bunaqa qo'pol munosabatda bo'lishga unga kim huquq berdi? Yoki yuqoridagi tanishlari uni qo'llab turibdimi? Yo bo'lmasa Sog'liqni saqlash vazirligi bemorlarni haqorat qilishni buyurdimi? Axir shifokorlar qasamyod qilgan, har qanday holatda ham bemorlarga tibbiy xizmat ko'rsataman deb. Bu ayolning bemorlarga, xodimlarga qilayotgan muomalasi odob axloq kodeksiga mutlaqo zid. Bunday xodimlar tibbiyotda ishlashga mutlaqo noloyiq. Bugun kimnidir kurakda turmaydigan so'zlar bilan haqorat qilsa, ertaga boshqalarni kaltaklashdan ham toymaydi. O'ylaymizki, albatta bu holatga ham Sog'liqni saqlash vazirligi va Andijon viloyat tibbiyot boshqarmasi mas'ul rahbarlari hamda huquq tartibot idoralari xodimlari nazoratga olib, tegishli choralar ko'radi degan umiddamiz. Aspekt 24 voqealar biz bilan yanada ochiqroq.